Xitoyni mahalliga ham shundan qo'lladik, Xitoyga ham shundan qo'lladik. Mana 100% olgan, mana dalani ko'rib turibsizlar. 15 kun bo'ldi shu maydonda. Yazyovon tumanidagi Farkarim ota fermer xo'jaligi rahbari Ilhom akam bilan birga turibmiz. Ilhom akam 15 kun oldin dala maydonlariga, G'o'za dala maydonlariga Esfort Pro preparatini gektarga 1 litr miqdorida qo'llagan. Natijani mana ko'rib turibsizlar. Ilhom akam mahalliy navi qanaqa? Mahalliy navmi yo Xitoy navmi? Xitoyni mahalliga ham shundan qo'lladik, Xitoyga ham shundan qo'lladik. Mana 100% olgan, mana dalani ko'rib turibsizlar. 15 kun bo'ldi shu maydonda. O'sish rivojlanishiga ta'sir qilmadimi? Yo'q, umuman paxtani to'xtatgani yo'q. Mana ajriqqacha quritib tashladi. Bo'lmaydi-ku endi qo'yaveradi. Qancha sarf me'yorda sepildi? Hektariga 1 litrdan qo'shdik-da. Hektariga 1 litrdan qo'shdik. Mana shundan mana paxtani ko'rib turibsizlar o'zlari. 15 kun oldin sepilgan dala maydon. Ajriqqa ham, g'umaga ham, shamakka. Ajri, g'umak, kurmak hammasini oldi. Shapalabaydan tashqari hammasini 100% bo'ldi. Ilhom aka qolgan fermerlarga ham tavsiya qilamiz. Ha, men tavsiya qilamiz. Mana o'zlari holatni ko'rib turishibdi. Mana orqangizdagi mana nimani ham ko'rsating-da mana. Qay darajada 15 kunda qizartirib yo'q qilib tashadi. Dori tegmay qo'ygan joylarni ham hozir bitta ko'rsatamiz. Dori tegmagan joyda olmaydi. Endi buni iloji boricha nimada sepish kerak ekanda? Ovuqida. Ovuqida. Shtangelda ham endi tegmay qolishi mumkin ekanda. To'g'ri aka? Ovuqida urish kerak. G'o'zani ichidagi qaysi begonotlarga tavsiya qilaveramiz fermerlarga? G'o'za ichidagi g'umay, ajriq, kurmak o'tlariga yaxshi ta'sir qiladi. Ya'ni 1 yil yoki ko'p yillik boshoqli begonotlar. Rahmat, sog' bo'linglar.